Assalomu alaykum. Men Hamrayeva Sanovar Atayevna, To'qimachilik va yengil sanoat institut materialshunoslik va standartlashtirish kafedrasining professori. Bugun magistratura talabalari uchun to'qimachilik materiallarining nuqson ko'rsatkichlari bo'yicha baholash mavzusida ma'ruza qilmoqchiman. To'qimachilik sanoatida mahsulot sifati raqobatbardoshligining asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Matoning sifati esa uning fizik, mexanik, estetik, ekspluatatsion xususiyatlari bilan bir qatorda nuqsonlar mavjudligi va ularning darajasi orqali ham baholanadi. Shu bois to'qimachilik matolarini nuqson ko'rsatkichi bo'yicha baholash, ishlab chiqarish nazorati, standartlashtirish, sertifikatlashtirish va iste'molchi talablarini qondirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Matolarda uchraydigan nuqsonlarning klassifikatsiyasi kelib chiqish manbasiga ko'ra xom ashyo nuqsonlari tolalarning notekisligi, iflosligi, uzilishlar soni, yigirish nuqsonlari esa ip qalinligining o'zgarishi, tugunaklar, notekisliklarning paydo bo'lishi, to'qish nuqsonlari ip uzilishi, o'tkazib yuborilgan iplar, tandasizlik, arqoqsizlik, juft iplarning o'tib qolishi, tanda iplarda yoki arqoq iplarda chiziqli zichligi yuqori bo'lgan iplarni aralashtirib yuborish natijasida nuqsonlar sodir bo'ladi. Bo'yash va pardozlash nuqsonlari rang notekisligi, dog'lar, rang o'chishi sabab bo'ladi. Tashqi ko'rinishiga ko'ra teshiklar, yirtilishlar, qatlamlanish, yo'l-yo'lak, tolalarning mato sirtida chiqib ketishi, tugunaklar hosil bo'lishi pilling deb aytiladi. Bularning hammasi matoning sirtida paydo bo'ladigan nuqsonlarni tashkil etadi. Ta'sir darajasiga ko'ra yirik nuqsonlar matoni ishlatib bo'lmas holga keltiradi. O'rtacha nuqsonlar esa ekspluatatsiyaga qisman ta'sir qiladi. Mayda nuqsonlar esa asosan estetik holatlarga ta'sir etadi. Nuqson ko'rsatkichi tushunchasi: nuqson ko'rsatkichi bu ma'lum bir uzunlik yoki maydonda to'g'ri keladigan nuqsonlar soni, og'irligi yoki balda ifodalanadigan miqdoriy ko'rsatkichlar bo'lib hisoblanadi. U quyidagicha baholanadi. Mato sifat darajasi navini birinchi, ikkinchi, uchinchi navlarda ajratish mumkin. Standartga muvofiq baholash mumkin. Balla baholash usuli esa bir nuqson turi uchun belgilangan ball beriladi. Mayda nuqsonga 1 ball, o'rtachaga 2-3 ball, yirik nuqsonlarga esa 4-5 balldan baholash mumkin bo'ladi. Umumiy ball asosida matn navi nima qilinadi, aniqlanadi. Nuqson ko'rsatkichini hisoblash. Nuqson ko'rsatkichi quyidagicha ifodalash mumkin bo'ladi. NK harfi bilan belgilanadi, nuqson ko'rsatkichi bo'lib hisoblanadi. Suratida nuqsonlarning jamlanmasi, yig'indisi, L esa tekshirilayotgan matoning uzunligi bo'lib hisoblanadi. O'sha belgilangan matoning uzunligida nuqsonlar necha dona bo'lsa agar yoki 10 ta bo'ladimi, bitta bo'ladimi, shu uzunlikka bo'lgandan keyin uning nuqson ko'rsatkichi soni kelib chiqadi. Yoki ball tizimida B harfi bilan belgilanadi, ya'ni o'sha nuqsonlar soni bilan nuqson ahamiyati koeffitsiyenti mavjud bo'ladi, shuning ko'paytmasiga teng bo'ladi va uning jamlanmasi bilan baholanadi, ball tizimida aniqlanadi. Standartlar va me'yoriy hujjatlar. Matolarni nuqson bo'yicha baholash quyidagi me'yoriy hujjatlar asosida amalga oshiriladi. GOST Государственный отраслевой standartlar asosida, ISO ya'ni xalqaro standartlar asosida, UZDST esa O'zbekiston hududida mavjud bo'lgan standartlar asosida yoki texnik shartlar asosida korxonada bir yilga bitta mahsulotga
tasdiqlanadigan texnik shartlar asosida baholanadi. Ularda ruxsat etilgan nuqsonlar soni, navlarda bo'lish me'yorlari, nuqsonlar shartlari belgilangan bo'ladi. Nuqsonlarni kamaytirishning amaliy ahamiyati nuqsonlarning oldini olish, xom ashyo sifatini yaxshilash, texnologik rejimlarga rioya qilish, uskunalarni muntazam sozlash, sifat nazoratini avtomatlashtirish orqali ta'minlanadi. Bu esa mahsulot raqobatbardoshligini oshiradi, iqtisodiy samaradorlikni ta'minlaydi, eksport imkoniyatlarini kengaytiradi. Bu ko'rsatib o'tilgan amalga oshiriladigan natijalar shundan dalolat beradiki, qanchalik biz sifatli mahsulot ishlab chiqarsak, shunchalik eksport imkoniyatini kengaytirgan bo'lamiz. To'qimachilik matolarini nuqson ko'rsatkichi bo'yicha baholash sifatini ta'minlash tizimining ajralmas qismi hisoblanadi. Nuqsonlarni aniqlash, hisoblash va baholash orqali mato sifatiga xolis baho beriladi. Ishlab chiqarishdagi kamchiliklarni bartaraf etiladi va iste'molchilarga yuqori sifatli mahsulot yetkazib berish imkoniyati yaratiladi. Ana bu rasmda bizlar asosan ishlab chiqarishda matolarda uchraydigan asosiy nuqsonlarni keltirib o'tganmiz. Mana bu rasmda charxona mato to'qilgan bo'lsa ham, bu pardozlash jarayonida bir me'yorda, ya'ni bir tekisda o'sha kvadratlar keltirib chiqarilmagan. Undan tashqari to'qish jarayonida sodir bo'lgan tugunaklar paydo bo'lgan, keyin notekis ranglanish paydo bo'lgan. Ikkinchi namunamizda esa arqoq ipi sifatida boshqa rangdagi iplar to'qilgan evaziga nuqsonlar paydo bo'lgan. Uchinchi rasmimizda esa bu pardozlash jarayonida ranglarning bir tekisda ta'minlanmaganligi evaziga ana bu qismida rang umuman tegilmagan, yetkazilmagan. Bu yerda esa arqoqsizlik ketgan. Arqoq ipi hamuzadan tashlayotgan paytida to'qilmasdan qolgandi. Shuning uchun yoki oxirigacha yetmasdan qolgan. Shuning uchun bu ham asosiy nuqsonlardan hisoblanadi. Bu rasmimizda esa bitta tig'ning orasidan ikkita ip, tanda ip o'tishi o'rnida to'rtta ip, ya'ni jamlanma iplar evaziga, to'planma iplar evaziga bu yerda qalin ajralib turibdi. Bu to'qilgan joyiga nisbatan ana bu to'qilgan joyimiz ajralib turibdi. Undan tashqari to'quvchi yoki ustaning aybi, ya'ni xatoga yo'l qo'yishi evaziga ular o'zini qo'lini bulg'agan yog' bo'ladimi yoki namlik bo'ladimi, ifloslik bo'ladimi, o'sha matoning sirtiga qo'lini artib yuborishi mumkin bo'ladi. U ham pardozlash jarayonida yog'lar tez ham ketkazilmaydi, chunki u qismi uchun alohida obработка berilmaydi. O'sha joyi oqartirilgan paytida sarg'imtir rangga ega bo'ladi va rang berayotgan paytda u o'sha yog'langan joyi bilinib turadi va u o'sha iste'molchining talabiga mos bo'lmagan mato ishlab chiqarilgan bo'lib hisoblanadi. Mening fikrim shundaki, albatta har bitta ishchi bo'ladimi, usta bo'ladimi yo boshqa operator bo'ladimi, u har bitta bajaradigan ishiga agar o'zining faoliyatiga e'tibor bilan ishlagan taqdirda ana shunday nuqsonlarga yo'l qo'yilmas edi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.